Assalomu alaykum. Bugun yangiliklar dasturi. Yurtimizda bo'lib o'tayotgan madaniy ma'rifiy yangiliklar bilan sizlarni tanishtirishni boshlaymiz. Mamlakatimizda buyuk mutafakkir va davlat arbobi Alisher Navoiy merosini o'rganish hamda uning bebaho ma'naviy xazinasini keng targ'ib etish borasidagi xayrli ishlar izchil davom etmoqda. Ayniqsa Hazrat tavalludining 585 yilligi munosabati bilan nafaqat yurtimizda, balki qo'shni respublikalarda ham adabiy kechalar va madaniy tadbirlar yuksak saviyada o'tkazilmoqda. Xususan Tojikistonda o'tkazilgan adabiy anjuman tafsilotlari bilan hamkasbimiz Quvondiq Siddiqov lavhasi orqali tanishamiz. Tojikiston Respublikasi Xatlon viloyati Boxtar shahrida joylashgan Ato Muhammadjonov nomidagi viloyat musiqali komediya teatrida buyuk Navoiy ijodiga bag'ishlab o'tkazilgan Nazm va Navo kechasi katta bayramga aylanib ketdi. Tadbirda vatandoshlar jamoat fondi taklifiga binoan o'zbekistonlik adabiyot, ma'orif va san'at vakillaridan iborat delegatsiya ham ishtirok etdi. Tojikistonlik vatandoshlarimiz ushbu turkiy Nazm va Navo bayramidan olgan taassurotlarini yashirib o'tirmadilar. واقعا هم باعث فرهمندی و افتخار است که امروز تحت سیاست bugungi kunda tarixi, madaniyati va do'stlik rishtalari mushtarak bo'lgan ikki buyuk millat jipsligi yangi bosqichga ko'tarilgani quvonarli holdir. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning oqilona va adolatli siyosati tufayli xalqlarimiz o'rtasidagi darvozalar qayta ochildi. Birodarlik aloqalarimiz yanada mustahkamlandi. Ayniqsa ijod ahli va san'atkorlarimiz o'rtasidagi bordi-keldining kuchayib borayotgani barchamizni birdek mamnun etmoqda. Bu imkoniyatlar bizga bir-birimizning san'atimiz, madaniyatimiz va betakror iste'dodlarimizdan bahramand bo'lish, o'zaro tajriba almashish hamda o'z mahoratlarimizni qardosh xalqlarga namoyon etish uchun keng yo'l ochdi. Zero tarix sinovlaridan o'tgan bu do'stlik rishtalari abadiydir. Yaqinda ikki davlat ijodkorlari tomonidan Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiy siymolariga bag'ishlangan qo'shma film suratga olingani haqidagi xushxabarni eshitdik. Mazkur kino asar xalqlarimizning tarixiy ildizlari, ma'naviy rivojlanish bosqichlari va azaldan davom etib kelayotgan ulug' do'stligini ko'rsatib beruvchi o'ziga xos ko'prik bo'lib xizmat qiladi. Dunyoning labiga ingay tabassum, bir-birini bag'riga bosganda ellar. Dunyoning labiga ingay tabassum, bir-birini bag'riga bosganda xalqlar deydi. Alisher Navoiy bilan jomiylarning do'stligini davom ettiradiganlar kerakda. Agar biz o'sha esdan chiqarib qo'ysak, davom ettiruvchilar bo'lmasa, o'sha do'stliklar ham tugab qolishi mumkin-da. Har narsaning davomchisi bo'lmasa, u ish o'chib qoladi. Ana endi mana shu do'stlikning davomchilariga mana bizning hurmatli prezidentimiz Emomali Rahmon, ana O'zbekiston prezidenti hurmatli Shavkat Miromonovlar tashabbusi bilan vatandoshlar jamiyatining sababkorlari bo'lib, mana bu kechani tashkil qilganlarga, Alisher Navoiyning va jomiylarning do'stliklarini davom ettiruvchilarga, targ'ibot qiluvchilarga men chin dildan tashakkur aytmoqchiman. در این چهار بینی که با مناسبتی Alisher Navoiy tavalludiga bag'ishlangan ushbu tadbirda ishtirok etayotganimdan g'oyat mamnunman. Unda O'zbekiston va Tojikiston madaniyat hamda san'at vakillari o'zlarining betakror chiqishlarini namoyish etmoqda. Bunday uchrashuvlar shubhasiz tojik va o'zbek xalqlari o'rtasidagi do'stlik rishtalarini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Biz o'zbekistonlik birodarlarimizning viloyatimizga tashrifini va bu kabi ma'rifiy tadbirlarni hamisha intiqlik bilan kutamiz. Mir Alisher Navoiy va Abdurahmon Jomiy davridan boshlangan do'stlik an'analari bugun ham izchil davom etishini istaymiz. Hozirgi kunda o'zbek va tojik xalqlari o'rtasida quda-andachilik va qarindoshlik aloqalari yanada rivojlanayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Bu kabi tadbirlar esa mazkur yaqinlikni yangi bosqichga olib chiqadi. Hamma rasm va rusumimiz tojik o'zbeklarda bir, to'ylardan ham bir, azodchilikdan ham xo'p, dinimiz bir, mazhabimiz bir, hamma sunnatlarimiz bir. Shu uchun biz tojiklar o'ylaymizki, o'zbeklardan ko'ra bizga biron millat, biron xalq yaqin emas. Bizi yaqin birodarlarimiz shu o'zbek xalqi. Bizi prezidentimiz shuni aytadi, har qachon har bir baromadiga aytadi ki qo'shnilar bilan, o'zbeklar bilan birodar bo'lib yashanglar. Chunki ular bizni birodarimiz. Shunda qarab
hamma sohada biz hamkorlik qilyapmiz hozir. Ko'ringki, yaqinda mana Toshkentda islom sivilizatsiya markazini ochildilar. Bizni taklif qilgan edi. Men shaxsan o'zim o'sharda edim, o'zim ko'zim bilan ko'rdim. Bu juda bir mo'jiza. Markaziy Osiyoda unga o'xshagan bunaqa markaz yo'q, lekin menimcha bu 7 ta mo'jiza bor dunyoga. Men o'ylaymanki, shu markaz 8-chi bo'ldi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev buni o'ziga qilmadi. Buni xalqiga qildi. Ki o'sha xalq ko'rib, alal xusus yoshlar, javonlar ko'rib bir o'ziga bir donish olsin. Men Hindistonga bo'lgani Toj Mahalda bo'ldim. U Toj Mahalda Shohjahon o'zi xotiniga qurilgan uni. Toj Mahalda Shavkat Mirziyoyev xalqiga qurilgan. Yashasin O'zbekiston va Tojikiston xalqlarini do'stlik, barodarligi. Buyuk Navoiy dahosiga ehtirom mavzusidagi ijodiy uchrashuvlar So'g'd viloyatining Ko'hna Xo'jand shahrida ko'tarinki ruhda davom etdi. Mazkur anjumanda so'z olganlar ikki xalqning tarixiy ildizlari bir ekanligiga to'xtalar ekan, avvalo Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiy o'rtasidagi nodir ustoz shogirdlik an'analarini alohida e'tirof etdilar. Ta'kidlandiki, ikki buyuk mutafakkirning ma'naviy birligi nafaqat o'tmish merosi, balki bugungi kundagi o'zbek va tojik xalqlari o'rtasidagi strategik sheriklik va birodarlik uchun ham yuksak ibrat namunasidir. Bu kabi uchrashuvlar adabiy aloqalarni yangi bosqichga ko'tarish bilan birga yosh avlod qalbida ajdodlar merosiga bo'lgan cheksiz hurmat va ikki millat o'rtasidagi mustahkam do'stlik tuyg'ularini yanada kuchaytirishga xizmat qiladi. Hazrat Navoiyni Tojikistonda ko'p yaxshi bilishadi, sevishadi, o'qishadi. Buning bir sababi Hazrat Navoiy tojik tilida ham ijod qilgan, foniy taxallusi bilan tojik tilida ham she'rlar yozganlari bo'lsa, undan ham bir yanada muhimroq narsa bu Abdurahmon Jomiy bilan ularning munosabatlari. Hazrat Navoiy va Abdurahmon Jomiy o'zbek tojik xalqi do'stligini bir ideal namunasi sifatida qabul qilingan va Tojikistonda ham ana shunday ardoqlab kelishadi. Hayotda har bir qadamda shu oddiy bir shogirdlarga nimadir tushuntirish yoki farzandlarga nimadir bir o'rnak, adab, bir nimadir aytishda ham beixtiyor Hazrat Navoiy baytlaridan, misralaridan aytib misollar keltiramiz. O'sha masalan, kamol et kasbikim olam uyudin senga farz o'lmag'ay g'amnok chiqmoq. Jahondin notamom o'tmak biayni erur hammomdin nopok chiqmoq. Qarang, bugungi kunda motivatorlar turli motivatsiyalar berishga harakat qiladi. Hazrat Navoiy 500 yil ortiq shu qadar yozib qo'yganlarki, shu bugungi kun ham odam o'qib aytadi, demak hayotda nima ishni boshlagan bo'lsam shuni mukammal oxiriga yetkazishim kerak ekan. Ya'ni nima demoqchiman? Hazrat Navoiyni bugungi kunda ham qancha o'rgansak shuncha kam. Hazrat Navoiyning yozganlari, ijodlari eskirmaydigan narsalar. Quvonarlisi, bugun bu tadbirimiz O'zbekistondagi vatandoshlar fondi bilan birgalikda mana Toshkentdan tashrif buyurgan ziyo ahli ijodkorlar bilan birga. Bu bizni quvonchimizni albatta 100 barobar ortiqroq qildi. Men umid qilaman, men ishonamanki, kelgusida ham mana shunday tadbirlarimiz bardavom bo'ladi, davom etadi. Vaqtida Alisher Navoiy o'zining hovlisida ustodi Abdurahmon Jomiy uchun uy qurdirgan ekan va o'z navbatda Abdurahmon Jomiy o'zining hovlisida Alisher Navoiy uchun uy qurdirgan ekan. Men birdaniga boshqa narsani esladim. Sharof Rashidov rahmatli joylari jantan bo'lsin, ular tojik yozuvchisi, aslida buxorolik Jalol Ikromiyga Buxorodan uy bergandi. Siz bizga mehmon bo'lib emas, mezbon bo'lib kelib keting degandi. Go'yoki o'sha Alisher Navoiy va Abdurahmon Jomiylarning an'analarini Sharof Rashidov ham o'shani davom ettirgan insonlardan bittasi. Bu nima demoqchiman? Hazrat Alisher Navoiy va Mavlona Abdurahmon Jomiy boshlagan do'stlik hali ham davom etyapti va bundan keyin ham kuchayib boradi. Tadbir ishtirokchilarining samimiy dil so'zlaridan yana bir bor ayon bo'ldiki, Alisher Navoiy adabiy merosi, xalqlarni birlashtiruvchi, butun insoniyatni ezgulik va odamiylikka chorlovchi bebaho ma'naviy xazinadir. Tojikiston zaminida o'tayotgan ushbu adabiy muloqotlar Navoiy so'zining naqadar qudratli ekanini yana bir bor isbotladi. Zero, buyuk mutafakkir asarlarini o'rganish va mutolaa qilish shunchaki vazifa emas, balki har bir inson uchun doimiy ma'naviy ehtiyojdir. Navoiy dahosi asrlar osha millatlararo do'stlik va hamjihatlikning mustahkam ko'prigi bo'lib xizmat qilaveradi. Quvondiq Siddiqov va Salohiddin Ro'zimov Tojikistondan bugun dasturi uchun maxsus.